E'tibor bering, immunitet kuchli bo'lmasa, ro'za qiyin o'tadi. Qishdan keyingi holsizlik, quvvat pasayishi, shamollash erkaklar uchun jiddiy signal. Prostamix tabiiy tarkib immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Erkaklar quvvati va umumiy holatga ijobiy ta'sir qiladi. Ro'za oyiga tayyorgarlik hozirdan. 50% aksiya faqat cheklangan miqdorda. Hech qolmang, mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling. 55 kodi bilan 513 9999 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Axios agentligining axborotiga ko'ra, Donald Trump Eronga zarbadan keyin yuzaga keladigan to'qnashuvda ham g'olib bo'lish uchun Yaqin Sharqqa Qo'shma Shtatlarning ikkinchi samolyot tashuvchi kemasini esminetslar bilan birgalikda yo'llamoqda. Bu degani Qo'shma Shtatlar Yaqin Sharqqa Eronni bombardimon qilish uchun ikkinchi armadani yo'lladi degan gapdir. Reuters agentligining xabar berishicha, 10 fevral kuni Pentagon Al-Udayddagi bazasidan raketa tizimlarini ko'chira boshlagan va hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, Al-Udayddagi raketa tizimlari ham Eronni nishonga olish uchun qulay nuqtaga ko'chirilmoqda. Bundan kelib chiqadiki, senator Lindsey Graham to'g'ri taxmin qilgan. Eshitmaganlar uchun eslatma. Senator Lindsey Graham 11 fevral kuni o'zining X'dagi sahifasida Trumpni Eron xalqiga yaqinda juda katta yordam berishini rejalashtirganini nazarda tutib, tez orada Eron xalqini ko'z yoshlari to'xtaydi va bu rejim butunlay yo'q qilinadi deb yozgan. Ammo shuni unutmaslik kerakki, agar Qo'shma Shtatlarni Tehronga qarshi yurishi boshlansa, Eron xalqini ko'z yoshlari to'xtamaydi, aksincha qonli ko'z yoshlarga aylanadi. Endi Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuni Trumpni bu harakatidan, ya'ni Eronga yangi armada yo'llayotganidan quvonchi ichiga sig'may, g'arbiy sohilda boshlagan yangi yurishiga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. New York Times ma'lumotiga ko'ra, Benjamin Netanyahu boshchiligidagi Isroil hukumatı yakshanba kuni g'arbiy sohildagi amaldagi okkupatsiya va u yerdagi falastinliklar ustidan hukumat hamda yahudiy ko'chmanchilar nazoratini kuchaytirishga qaratilgan bir tomonlama qadamlar tashladi. Bu rejaga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump va uning ma'muriyati ochiqchasiga qarshi ekanini bildirgan. Ular bunday qadam mintaqadagi arab ittifoqchilari va Isroil o'rtasida davom etayotgan diplomatik muzokaralarga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligidan xavotirda. G'arbiy sohil bo'yicha Isroil siyosatidagi asosiy o'zgarishlar yakshanba kuni Xavfsizlik kabineti tomonidan yopiq yig'ilishda qabul qilingan. Bu qarorlar asosan yahudiy ko'chmanchilarga yer sotib olishni yengillashtiradi va g'arbiy sohilda Falastin ma'muriyati nazoratida bo'lgan hududlarda uning nufuzini zaiflashtiradi. Shu bilan birga kelajakda ushbu hududni Isroil tomonidan anneksiya qilish uchun zamin yaratadi. Na bosh vazir Netanyahu va na uning hukumatı bu o'zgarishlar haqida ommaviy bayonot bergan emas. Tafsilotlar uchrashuvdan so'ng hukumatning ikki vaziri tomonidan ma'lum qilingan. Jumladan Isroil Moliya vaziri Bezalel Smotrich yig'ilishdan keyin Yerusalim Post agentligiga bergan intervyusida, biz Isroil yerlarini barcha qismlarida ildizlarimizni yanada mustahkamlayapmiz va Falastin davlati g'oyasini dafn qilmoqdamiz degan. Eslatib o'tamiz, Netanyahu chorshanba kuni Oq uyda prezident Trump bilan uchrashadi. Oq uy vakili g'arbiy sohil bo'yicha siyosat o'zgarishlariga izoh berarkan, o'z bayonotida barqaror g'arbiy sohilni Isroil xavfsizligini ta'minlashga va bu ma'muriyatni mintaqada tinchlikka erishish maqsadiga mos kelishiga umid bog'lashini bildirgan. Bu bayonot yana bir bor Isroilni g'arbiy sohilni anneksiya qilishiga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlarini rozi emasligini anglatadi. Endi Rossiyani o'z hududida Telegramni bloklayotganiga oid xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Rossiya Davlat Dumasi deputati Gurulyevni ushbu xabarga izoh berishicha, Roskomnadzorni Telegramga cheklov qo'ygani to'g'risidagi xabar 100% to'g'ri va bu fake emas. Deputat Gurulyevga ko'ra, NATO bilan yuzaga kelayotgan kurashda Telegram NATO davlatlarini quroliga aylanishi mumkin. Shu sababdan Moskva uni bloklashga qaror qildi. RBK agentligining qo'shimcha qilishiga ko'ra esa 10 fevral kuni Roskomnadzor YouTube video hostingini Telegramga cheklov qo'yish uchun butunlay bloklab tashlagan. RBKning aniqlik kiritishicha, Roskomnadzor YouTube'dagi barcha serverlarini Telegramni taqiqlash uchun oldi va shu bilan YouTube'ning Rossiya Federatsiyasidagi faoliyati butunlay to'xtatildi.
Endi Rossiyani Zaporojyega bergan dahshatli zarbasi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Strana agentligining axborotiga ko'ra, 11-fevralga o'tar kechasi Rossiya Zaporojyeni Ukraina qo'l ostidagi hududlarida joylashgan infratuzilmalariga havodan juda kuchli zarba bergan. Natijada Zaporojyeni Kiyev nazoratidagi qismi elektr energiyasidan uzilib qolgan. Strana agentligining tasdiqlashicha, 11-fevral tongi holat bo'yicha Zaporojyeni ikki tumaniga elektr energiyasi yetkazib berishni qayta tiklashning imkoni bo'lmadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulen bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.